Ukrainalik muhandislar dron uchirish uchun mo'ljallangan, ammo oddiy yog'och uylarga o'xshab ko'rinadigan, aslida harbiy maqsadga xizmat qiluvchi aqlli tizim ishlab chiqdi. Bu mobil konteynerlar yuk mashinalari orqasiga o'rnatilgan bo'lib, oddiy qishloqdagi ombor yoki uycha sifatida ko'rinar edi. Ammo ularning ichida mustahkamlangan konstruksiyalar, yashirin uchirish platformalari, batareyalarni zaryadlovchi stansiyalar va masofadan boshqariladigan tom mexanizmlari joylashtirilgan edi. Qurilma turli tipdagi dronlarga qarab, ularni tik yoki burchak ostida uchirish imkonini bergan. Uzatilgan signalni himoyalash tizimi esa dronlarni Rossiya radarlariga tushib qolmasligini ta'minlagan. Dronlar joylashtirilgan yuk mashina tayyor holatga keltirilgandan so'ng Ukraina razvedka xodimlari va ehtimoliy mahalliy hamkorlar yordami bilan Rossiya hududiga olib kirilgan. Mashinalar avvaldan tanlab olingan joylarga, harbiy havo bazalari yaqinidagi o'rmonlar, fermer xo'jaliklari yoki sanoat zonalariga hech qanday to'siqlarsiz borib joylashgan va hujum buyrug'ini haftalar davomida kutib turgan. Hujum vaqti kelgach, maxfiy shifrlangan signallar masofadan yuborilgan. Shundan so'ng konteynerlarning tomi surilib ochilgan va dronlar nishon tomon harakatlana boshlagan. Uchirish nuqtasi nishonlardan atigi 3-4 kilometr uzoqlikda joylashgani sababli dronlar belgilangan obyektlarga tez yetib borgan va Rossiya mudofaa tizimlarini shokka tushirgan. Operatorlar dronlarni jonli video tasvirlar orqali masofadan boshqarib, ularni nishonlarga qo'nib turgan samolyotlar, yoqilg'i omborlari va radiolokatsiya tizimlariga yuqori aniqlik bilan yo'naltirgan.